Xo'sh, sizlarning qahramoninglar kim? Mening qahramonim o'rgimchak odam. U qo'lini mana bunday qilib to'r chiqaradi. U binolardan binolarga sakrab odamlarni qutqaradi. Mening qahramonim kuchliroq, chunki u milliarder. Uning ustivoshi o'q o'tkazmaydi. Uning mashinasi bor. Kechi bilan odamlarni qutqaradi. Batmanni bilasanmi? Alk eng zo'ri Batman bilan o'rgimchak odamni qilib uradi. U eng tezi, undan hech kim o'tolmaydi. Ko'zini ochib yumguncha dunyoni kezib chiqadi. Eng zo'r Superman senlarni qahramoningni ko'zdagi lazer bilan kuydirib tashlaydi. Mening qahramonim bu dada. Bo'lmasam hammamizni ota-onamiz qahramon ekanda. Ular o'z ishini qiladi, katta pullar kutmay. Ularning ishlari ko'rinmaydi, to'plamaydi like. Doktor. O'z burchini o'ylab o'zini hech ham o'ylamaydilar. Ular haqida qo'shiqlar ham juda kam aytilar. Do'st, demak men ham dadam qahramon ishlaydi, oilasini asrash uchun xavfda. Ular nima ishlaydi, operaman deb to'xtab. Ular o'yin deb kun ishlaydi, Yapadi. U odamlarni qornini to'ydiradi. oilasi qolmasin deb Asli qahramonlar o'shalar.